darsni davom etib ketib qolaveramiz, ha. Ammo qolmadi. Xo'p. Xuddi shunaqa. Bugun speaking darsni davom ettiramiz. 6-mavzuga yetib kelganmiz, ha. Va hash deguncha kecha boshladik, o'zi bugun 6-darsdamiz. 6-darsimizda mana speaking mavzusi my daily routine bo'ladi. Meni kunlik tartibim, kunlik qiladigan ish harakatlarim degan ma'noda gaplashamiz. Grammatika mavzuyimiz present simple'dan, ya'ni hozirgi oddiy zamondan chiqib ketmagan holda gaplashamiz bu narsalar to'g'risida. Xo'p. Bir aytgancha yo'talib qo'yaman. Keyin ko'zlarim ham albatta qizil bo'lib ketib qolgan. Shu narsalarga e'tibor bermaslikka harakat qilamiz. Aytib bo'lganimizdan keyin e'tibor beramiz deyishingiz mumkin. Ana qilsin. Lekin u prosta o'rtoqlar, endi aytib ozgina girib bo'lganman, kecha ham aytdim. Shu o'rtoqlar. Lekin to'xtash yo'q o'rtoqlar. Bizda unaqa uyda kichkina giribchalar to'xtatib qolmaydi. Speakingdan yorug'lashib bo'lamiz dedikmi? Bo'ldi, bo'lamiz o'rtoqlar. Ketdi. Present simple haqida gaplashamiz degan so'zlar. Bir boshdan boshlaymiz. Bugun yana ham kuchaytirishga harakat qilganmiz. Yana ham seriozliroq bo'lgan mana bu bajaradigan topshiriqlarimiz. Shularni ko'rib chiqamiz, ha. My daily routine. Xo'p, birinchi qadam so'zlarni yodlab olishimiz kerak, har birini vosib tinglab takrorlang. Xo'p, mana birinchi o'rinda har doim aytganimizdek, so'zlarni yoki so'z birikmalarini yodlab olishimiz kerak, ha. Buni yodlashda aytganimdek, o'ta cho'tki qilib yodlashimiz kerak. Ya'ni o'qilishi pronunciationlari bilan qo'shilib turib, wake up uyg'onmoq degani get up o'rnidan turmoq degani. Buni hammamiz bilamiz endi. Ko'pchilik ikkalasi ham uyg'onmoq farqi yo'q deb o'ylaydi. Kichkina farqi bor bilamiz. Uyg'onish, o'rnidan turish, xuddi shunaqa narsa. Brush teeth. Brush teeth. Bir boshlab olgancha men qiynal bo'ladi-da. Tish yuvish degani wash my face, yuzimni yuvish, get dressed, kiyinmoq, have breakfast, nonushta qilmoq. Yoki bo'lmasa has breakfast deb turib, go to school, maktabga borish, study, o'qish degani have lunch, tushlik qilish, play, o'ynash degani do homework, uy vazifasini qilish degani have dinner, kechki ovqat qilish, watch TV, televizor ko'rish, read a book, kitob o'qish degani go to bed, uyquga ketish, sleep, uxlash degani. Birontasini. Read a book. Keyin Go to bed. bu narsalarni o'rtoqlar mana o'qib turib, pronunciationlarni cho'tki yodlashimiz kerak. Keyin mana bu narsalar zo'r collocationlar ham deyiladi, masalan. Go to bed degan narsani bilmagan odam, hech narsani hali ingliz tilini yaxshi bilmaydigan odam kravatga qarab turib ketish deb o'ylab qolishi mumkin. Yo'q, unaqa emas bu. Uyquga ketish degani o'zi. Ya'ni have dinner, kechki ovqat qilish degani. Xuddi shunaqa bu ham. Ya'ni kechki ovqatga ega bo'lish deb turib tarjima qilib qo'yish kerak emas-da buni. Keyin endi nima qilamiz? So'zni ishlatamiz. Use it in a sentence. Buni gapda ishlatishimiz kerak demak. Hozir nima qildik biz? Mana rasmi turibdi bizga o'zi. We brush our teeth masalan. Nima degan buni? We brush teeth. Tishimizni tozalaymiz degan ma'noda. Xo'p. Yangi so'z. Nima bu? Uy nima edi bu? They go to school masalan. Bu maktabga borish bo'lsa kerak. They go to school. Xuddi shunaqa. Bu ya'ni shu rasmlarga qarab turib o'zimizcha gapirishga harakat qilaveramiz buni ham. Buni ham namunani tekshir. They go to school. Mana o'qib ham beradi. Shu orqasidan qaytarib sekin-sekin bajarishimiz kerak. Endi mana yodladik, cho'tki bo'ldi. Xuddi kechaginaqa qilib turib, yodladik, hammasi bo'ldi. Mana ularni bir-biri bilan moslab chiqamiz endi. Ya'ni wash my face, boshqalar buni bu yo'tamda turgan so'zlar bilan moslab chiqamiz. Tez-tezdan bajarib bersak, wash my face. Wash my face. O'qib qo'ydik-ku. Qani? Yuz yuvmoq degani, watch TV. Watch TV. Televizor ko'rmoq degani, have breakfast. Have breakfast. Nonushta qilmoq. Go to school. Maktabga bormoq. Brush teeth. Tish yuvmoq. Play. Play. O'ynamoq. Ana qarsaklar chalib, salyutlar otib beryapti o'zi. Xursand bo'lib ketadi odam. Ana shunaqa qilib turib bajarib chiqamiz. Bunga o'xshaganida mana yangi o'yin deb turib har xillaridan bor buni ham. Xo'p. Keyingisi grammatika tomoni. Grammatika tomonini bir marta eslab olamiz. Present simple tense, hozirgi oddiy zamon. Ya'ni odatiy takroriy ish harakatlar, jadval bo'yicha bo'ladigan ish harakatlar yoki oddiy shunchaki aytilgan umumiy to'g'ri bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz deganimizda, xuddi shunaqa qilib turib ishlatamiz. Ya'ni eng oddiy formula subject, verb, object. Hech narsa qo'shilmaydi.
faqatgina gapni egasi he she it bo'lgan holda fe'lga s qo'shamiz. Shundan ortiq qoidasi yo'q. Juda vahima qilmaydigan yaxshi mavzu. Keyin present simple tense to'rttalar va oson mavzu ekan. Men bunaqa present perfect continuouslarni ham gapirib tasha olmayman deb turib kibrlanib ketish kerak emas. Siz lekin o'shalarda gapira olishingiz mumkin, zo'r. Lekin siz present simple tense da hech qaysini ishlatmaysiz-ku. Present simple, present continuous, past simple bo'ldi. Mana shularni siz eng zo'r ishlatadigan bo'lsangiz, sizdan zo'ri yo'q. Eng ko'p ishlatasiz, ya'ni qanaqadir fikringizni erkin ifodalay olasiz. Eng ko'p ishlatadigan zamonlar. Shuning uchun mana shularni yaxshilab o'rganib qo'yish kerak. Ikir-chikirgacha xato qilmasdan turib. Inkor gap bo'ladigan bo'lsa, don't qilamiz yoki doesn't qilamiz. He she it bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa. Keyin so'rov gap bo'ladigan bo'lsa, do egadan oldinga chiqadi, does egadan oldinga chiqadi. Gapni egasi uchun shaxs birlik bo'ladigan bo'lsa, does oldinga chiqadi. Bo'ldi, chastota frequency bildiradigan so'zlarimiz. Ya'ni buni nima deymiz? Takrorli o'zini kalt so'zlar deymiz, masalan. Har doim kerak bo'ladiganlar. Men offline darslarimga qatnashadiganlar bo'lsa, uni yurakchalar bilan belgilab qo'yganmiz bu so'zlar. Xo'p, masalan, always, doim, har doim degani usually, odatda, often, tez-tez, sometimes, ba'zan, never, hech qachon mana shunaqa so'zlarni ishlatamiz. Bularni fe'ldan oldin to be dan keyin ishlatishimiz kerak gapda, formulada. Xo'p, endi collocations iboralar. Eng dahshat joyi. Eng dahshat joylarni bittasi mana grammatika tomonini endi bilgan holda bo'ladigan bo'lsa, bizga eng kerak bo'ladiganlari mana shu collocationlar. Ya'ni eng ko'p ishlatamiz bu narsalarni. Wake up, uyg'onmoq degani boya aytdim-a, mana ikkita so'z. Wake boshqa so'z, up tepaga degan so'z. Lekin wake up bo'lib keladi. Get up bu, brush your teeth bularni bildigan yangilarni ko'ramiz. Have breakfast. Have bilan birgalikda har qanaqasi kelishi mumkin. Have breakfast, have lunch, have dinner. Hammasi o'sha nonushta, kechki ovqat, tushlikni yeyish degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, go to school maktabga borish, do homework uyga vazifani bajarish qilish, go to bed uyquga ketish, get dressed kiyinish degan. Xuddi shunaqa hammasini ishlataveramiz collocationlar. Mana so'zlarini ham, gaplarini ham eshitib chiqishimiz kerak. Birontasini masalan, brush teethdan mana Brush your teeth before bed. nima degani mana shu? O'zimiz bunday o'ylaymiz-a? Tishingni yuv uyquga ketishdan oldin. We have breakfast together. Biz birgalikda nonushta qilamiz. I get dressed quickly. Men tez kiyinib olaman deb turib. Xuddi shunaqa. Endi collocationlarni bir-biri bilan moslab chiqishimiz kerak. Get bilan birgalikda nima dedik? Get up dedik. Get dressed ekan. Get dressed. Go to school. Go to Brush school. your teeth. Brush teeth. Wake up. Wake up. Do homework. Do homework. Have breakfast. Have breakfast. Ana shuni yomon xursand qilar ekanda bu ko'z tegmasin. Yangi o'yin deb bosib qo'yamiz. Buni yana o'zimiz bemalol bajarsak bo'ladi. Kunni tasvirlab. Eng muhim mashq. Xo'p, ya'ni mana biz so'zlarni mana hech narsani bilmagan odam endi boshlayotganlar muammosi yo'q. Hammasini bajarib bilib oldik, zo'r. O'shalar ham endi bu yerga yetib keladi. Yoki bo'lmasa, "Yo'q, men dahshatman, zo'rman" deb turib kibrlanib kelganlar ham mana shu yerda siz yana kechagidek mashqlarni qilishingiz mumkin. Ya'ni bizga shablon berib qo'yilgan, o'sha shablon bilan ya'ni chiroyli qilib turib gapirishimizga g'oya berib qo'yilganda, shu g'oya asosida ters-ters gapirib ketib qolamiz bo'ldi. Uchta kun tartib. Birinchi bosqichdan boshlaymiz, mana alohida rasmlari berilgan. Keyin mana faqat bir ikkita so'zlar tashib ketilgandan keyin bizga matnchani berib qo'yibdi o'zi. O'sha haqida gapirishimiz kerak. Mana bu narsalarni ham kecha yodlagan edim. E'tibor berayotgan bo'lsak, rosa kecha deb aytibman. Kechagi darsimizni ko'rmaganda bo'lsa ham uni ko'rib qo'yamiz. O'ta dahshatli bo'lgan. Ya'ni mana let me tell you about my morning degan narsalarni ham dahshat qilib tushuntirib berganmiz. Xuddi shunaqa. Zo'r. Xo'p, let me tell you about my morning. Ya'ni keling men sizga bugungi tongim haqida gapirib beraman deb aytayotgan bo'lamiz. Ya'ni chiroyli qilib turib biz o'zimizning nutqimizni boshlab olayotgan bo'lamiz. I wake up at 7 o'clock masalan. Then I go to school. Aytgancha. Mana rasmlarga qarab gapirishimiz kerak. Rasmlarga qarab turib mana let me tell you about my morning. I wake up at 7 o'clock. Mana unga qaradik. Then I brush my teeth. Mana unga qarab turib. I have breakfast. Mana shunday masalan yoki soatni yana qo'shib ketsak bo'ladi. I have breakfast at 10:30. Qanaqa 10:30? 7:30 deb turib, 7:30 deb turib. I go to school at 8 o'clock. Masalan.
Endi xohlasak bizga mana yerda o'z bilmay qoladigan bo'lsak variantlarimiz ham bor. Brush my teeth dedik, breakfast dedik, go to school dedik, at 8 o'clock dedik. Mana xuddi shunaqa dedik, faqat 6 da uyg'onamiz deb qo'ydim. Xuddi shunaqa qilib turib mana so'zlarni qo'yib chiqdi. Endi mana bilmagan odam so'zlarini tanlab chiqib, o'zimiz gapirsak bo'ladi endi. Bitta gapirib yuborsak ham bo'ladi. Let me tell you about my morning. I wake up at 6 o'clock. Then I brush my teeth. I have breakfast. I go to school at 8 o'clock. Xuddi shunaqa bo'ladi. Endi ikkinchi bosqich. Yana ham ozgina o'zgartiramiz. Ya'ni boshqacharoq bo'ladi. Endi xohlasak yana boyagidek boshlashimiz mumkin. Let me tell you about my friend. Masalan, do'stimni, my friend's daily routine masalan. Do'stimni kuni haqida gapirib bermoqchiman endi deyman. My friends rasmlar berilgan. My friend wake up yoki gets up dedik. Gets up bo'ladi faqat. Mana my friend deganim, meni do'stim deganim uchinchi shaxs birlik bo'lgani uchun mana yerda s qo'shishim kerak deyilgan. Shuni esdan chiqarib olmasak bo'ldi present simple tense'da. At deganimizdan keyin aniq sana berishimiz kerak. 7 he goes to school. By nima? Bus yoki coach bo'ladi. Bus endi bu yerda mana in the afternoon Abitdan keyin nima qilar ekan kunduz kuni? He read books yoki studies ekan. Mana studies deb qo'yibdi. In the evening kech bo'lganda nima qiladi u? He top turibdi endi bu yerga taalluqli ekan. Watch TV bo'lsin masalan. Televizor ko'radi. Damam olsin shu bechara bola endi do'stim. He watch TV. Masalan mana shunaqa bu yangichasi bo'ldi. Qo'yib turib gapirsak bo'ladi. Xohlasak qo'ymasdan turib o'zimizni mashq qilsak ham bo'ladi bunga nisbatan. Xo'p, uchinchi bosqich endi shunchaki mana unga qarab turib o'zimiz gapiramiz deyish kerak. Kimdir o'zining tasvirlari. Hani xohlagan odamiz. Endi xohlasangiz do'stim emas, xohlasangiz singlim bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa tog'am bo'lishi mumkin. Nima qiladi deb turib. Tun haqida gap ketyapti endi bu. Endi mana uni aytaylik. He goes mayda chiroyli boshlaydigan so'zimiz qolib ketib qolyapti-ku, o'shani aytaylik. Let me tell you about my brother's daily routine. He goes home at 6 o'clock masalan. He has dinner and he watches TV at 8 o'clock and he goes to bed at 10 p.m. masalan. Xuddi shunaqa qilib turib buni mana o'zim shunchaki rasmlarga qarab turib gapirdim. Ya'ni mana rasmda nima bo'lyapti degan narsani gapiramiz bo'ldi. Agar xohlasak namuna ham bor. In the evening, she has dinner with her family. She does her homework. Then she watches TV. She goes to bed at 10 o'clock. Voy mana 10 uxlashini topib qo'ymayman faqat. Kechki payt mana u oilasi bilan kechki ovqatini qiladi, uyga vazifasini qiladi, keyin televizor ko'radi va anaqada 10 da uxlaydi deb turib aytdi. Xuddi shunaqa men rasmga qarab turib shunaqa gapiramiz. Ya'ni mana men aytgan yodlab qolmang, shu o'zingiz sizda qanaqa tabiiy chiqadigan bo'lsa shunaqa gapiring bo'ldi. Bo'ldimi, ammosi yo'q. Birinchi asosiy qismini o'tkazib oldik. Iboralar va grammatik tomonlarini yodlab oldik, boshqa bo'ldi. Endi o'sha har kunlik iboralarimizda tayyor qilib berilganlari bor. Masalan, I get up at 7 o'clock, I go to school every day, I go to bed at 10. I do my homework in the evening. O'qib ham beradi. Xo'p, agar birovdan so'raydigan bo'lsangiz, what time did you get up? Siz nechida uyg'onasiz deb turib, o'zingizcha bir kun 6 da uyg'onib tursangiz, yo'ralaringizni so'raysizki, what time did you get up deb turib, nechida uyg'onasan o'zi deb turib. Do you watch TV every day? Har kun televizor ko'rasanmi deb turib, bu ham xuddi shunaqa present simple da tuzayapmiz. Mana do-ni egini oldinga chiqarish orqali question formi yasaladi dedik, bu xuddi shunaqa bo'lyapti mana. When do you do your homework? Sen qachon qilasan o'zi deb turib. When'larni so'roq so'zlar mavzusi kelsa, hali yana ham o'tib tashlaymiz. I always brush my teeth mana. Har doim shuni yuvaman. I usually have breakfast at 8. Soat 8 da nonushta qilaman. Sometimes play games, never go to bed late. Hech qachon uyquga kech ketmayman. Yolg'on. Ashnaqa gap bo'ladi. I never go to bed late. Ashnaqa bo'ladi. Ketdi.
har bir ibora qachon ishlatiladi, qachon ishlatilishini bilib olamiz. Masalan, what time do you get up? Birovdan so'ramoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa bularni endi bilarmiz menimcha. Qaysi ibora to'g'ri keladi? Endi ozgina mashq qilib olaylik. Bu bildik, yodladik, zo'r bo'ldi, hammasini ishlatishni bilib oldik. Endi mashq qilamiz. Do'stingdan soat nechida turishni so'ramoqchisan. Nima deb so'raymiz? What time do you get up? What's your name? Where do you live? Qaraymizdagi get up bo'lsamiz. What time do you get up? Ana shunaqa bo'ladi. Buni o'zimiz bajarib chiqamiz, endi o'rtoqlar, bajarib chiqishimiz kerak. Grammatika qoidasi mana yana bir marta eslatib o'tyapti. Voy, kuchukcham, qaragin bu yoqqa deb turib. Mana bu agar fe'lni ishlatmoqchi bo'lsang, gapni egasi he it bo'ladigan bo'lsa, es qo'shgin deb turib. Mana play bo'lsa plays bo'ladi, go bo'lsa goes bo'ladi, study bo'lsa studies, watch o'sha narsa bo'ladi. Savol turida do oldinga chiqariladi. Do you get up deb turib yoki does oldinga chiqariladi. Javob berayotganingda faqat doesn't yoki don't deb turib not qo'shasan o'shanga. Bu qisqa javob berish bo'ladi. Yes he does, yes I do yoki no I don't yoki no he doesn't deb turib. Xuddi shunaqa bo'ladi. Grammatikani ham noto'g'ri ishlatmash kerak degani emas. Ana, endi o'zi seriyozli joylarga yana yetib kelyapmiz. Nutq iboralari. Speaking starters. Hop, nutq iboralari wake up, get up'larni bilib oldik yana. Uzr o'rtoqlar. Hop. Faqat endi buni mana soat deb aytadigan bo'lsak, et bilan qo'shib aytish kerak o'rtoqlar. Bitta mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Vaqtlar deb aytayotganimizda yangichasi bo'lsin. Endi bu mana aniq soat aytmoqchi bo'lsangiz, bunga in onlarni ishlatmang degan. Et deb ayting, o'clock deb ayting keyin bo'ladi. Agar yani everyday har kun degan so'z ishlatmoqchi bo'lsangiz, hech narsa qo'ymang. Hech narsa ishlatish shart emas. Everyday, every morning degan narsalar. Hafta kuni ishlatmoqchi bo'lsangiz, on qo'ying. Masalan, on Mondays, dushanbalarda, dushanba kunlari degan bo'ladi. Xohlaganingiz Monday, Tuesday, Wednesday so'zlarida xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Faqat on bilan birgalikda ishlating mana shuni. Xo'p. I get up at 7 o'clock. Mana I get up at 7 o'clock deb turib qo'yaylik. Mana xohlaganingiz qo'ying. I get up every morning. Har kuni ertalab uyg'onaman, har ertalab. I get up after school. Maktabdan keyin uyg'onaman. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Balki bo'lishi mumkin. Chastota. Chastota deganimiz bu yerga har doim usually degan so'zlarimiz o'zi. Bularni ham yodlab oldik endi. Xo'p, birontasini ishlatib ko'raylik. Neverda. I never go to school. Hech qachon maktabga bormayman. Shu yozgi kanikulga chiqib olgan bolalarni gapi karillab turib, bormayman maktabingga deb. Choydan keyin boramiz baribir. Xo'p, endi xuddi kechagi aytgan narsalarimiz mana o'z joyida turibdi. Ya'ni mana eng zo'r nutqimizni chiroyli qilib beradigan narsalar dedik. Let me tell you about my daily routine. Kundalik tartibim haqida gapirib beray sizga. The thing I'd like to talk about is my typical day. Every day I do same thing. First of all, in the morning deb turib. Bu mana present simple ya'ni daily rutinimizga moslangan boshlovchi kirish so'zlar bo'lib beradi bizga. Xo'p, men birinchi bo'lib men bunaqa qilaman, har kuni o'zim bunaqa qilaman deb turib aytayotgan bo'lamiz. Xo'p, o'rtada bog'lamoqchi bo'lsak, after that, bundan keyin ya'ni buni qilaman deb turib kunlik tartibimizni gapirib beramiz-ku, bitta qilib turib. O'shanda mana bog'lashimizga kerak bo'ladi. After that, shundan keyin, then, keyin, also, shuningdek, in the evening, kechki paytda, kechqurun. I usually because men odatda bunaqa qilaman, chunki deganda bunaqa deb turib. Xo'p, bu bog'lovchilarimiz bo'ldi. Yakunlash uchun nimalar ishlatamiz? That's my daily routine. Bu meni kunlik tartibim. To sum up my day is very busy. Xulosa qiladigan bo'lsak, bir tig'iz kun jadvalim bor deganday. Thank you for listening. Eshitganingiz uchun rahmat deb turib. Let me tell you about my daily routine. Kun tartibim haqida keling bir gaplashay degan bo'ladi. Xohlasangiz men ozgina men o'zim haqimda o'zimni просто daily routine gapirishga harakat qilib ko'raylik. Let me tell you about my daily routine. I usually wake up at 7 o'clock. I'm an early bird and I go to my work nechida deymiz? At 7:30. After that, I work till the afternoon. Then
Then I have ota nima edi? I have a lunch. Keyin men tushligimni qilaman deb turib. Xuddi shu narsalarni gapirib ketamiz. Faqat o'rtoqlar просто takka sanab tashlamaslik kerak. Mana bu narsalarni qo'shib ishlatish kerak. Ya'ni har bittasini bitta-bittadan birinchi buni qilaman, keyin buni qilaman deb turib. Просто takka gapirib tashlasangiz ham bo'ladi, lekin mana ularni ishlatsangiz soch taralgan, prям cho'tki gellangan, o'ta dahshat nutq chiqadi. Xo'p. Nutq iboralari ketdi. Tayyor nutq qanaqa bo'ladi? Template speaking. Xo'p. Boyagidek o'zimni kun tartibim haqida keling gaplashamiz degan narsa bo'ladi. Buni faqat endi mana biz nima deb gapirishni bilmay qolgan paytimizda bizga shablon qilib beradi dedik-a. First of all nima qilaman, after that nima qilaman deb turib mana after that'larni ishlatgan boyaga o'xshab turib. Xo'p, let me tell you about my daily routine. First of all, I wake up at 7 o'clock. Then I brush my teeth aytgancha and have breakfast. After that, I go to work at 8 o'clock. In the afternoon, I have lunch. Afternoon have lunch bo'lmaydi-ku, aldamangiz. I study. In the evening, I do my homework, watch TV. I usually go to bed at 9. To sum up, my day is very busy, long, nice and daily night. Xo'p, bitta o'qitib olmasak bo'ladimi? Let me tell you about my daily routine. First of all, I wake up at 7 o'clock. Then, I brush my teeth and have breakfast. After that, I go to work at 8 o'clock. In the afternoon, I study. In the evening, I watch TV. I usually go to bed at 9 o'clock. To sum up, my day is very nice. Xuddi shunaqa bo'ladi, Buni o'rtoqlar mana bitta o'zi uchun masalan mana variant qilib olgin, o'shani yodlab aytib berishga harakat qiling, undan ham dahshat bo'lsin. Xo'p, keyingilari. What does your friend do every day? Sizni do'stingiz nima qiladi har kuni? Xuddi shunaqa, birontasini qo'yib chiqasiz. Every morning he gets up early deb turib. Bularni ham qo'yib chiqamiz degan, ya'ni sizga yana boshqacharoq mavzularda gapirishga, boshqacha o'rgangan ko'proq lug'atlarni ishlatishga yordam beradigan maydon bo'ladi bu. Describe a weekend day. Endi bu mana вообще boshqacha bo'lsin. Bu mana weekendimiz boshqacha bo'ladi, boyagi ish kunlarimiz 6 kuni boshqacha bo'ladi. Maktabga boramiz, ishga boramiz, boshqa bo'ladi. Endi mana yerda weekendimiz вообще boshqacha bo'ladi. Let me describe my weekend. Describe degani ham tasvirlab bermoq, ta'riflab bermoq degani bo'ladi. On Saturdays, weekend degani endi shanba, yakshanba kuni, o'sha hisoblaydigan bo'lsak. Shanba kunlari ay nima qilamiz deysiz? Sleep late, kech uxlayman. I usually play with my friends. Do'stlarim bilan o'ynayman. In the afternoon, we go to the park. In the evening, I read. To sum up, my weekend is very fun, masalan. Nima dedik mana? Bosib oldik. O'zimizcha mana shunaqa bo'ladi deb turib. Endi xohlasak, endi faqat bunga o'qitavermaylik, bitta o'qitib bilib oldik deylik. Endi o'zimiz mana shunga qarab turib gapiramiz, masalan. Let me describe my weekend. On Saturdays, I sleep late. I usually play with my friends. In the afternoon, we go to the park. In the evening, I read. To sum up, my weekend is very fun. deb turib. Xuddi shunaqa qilib turib, gapirib mashq qilaveramiz. O'ta dahshat bo'ladi. Bitta tozalab turib, siz o'zingizga moslab turib, qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi buni. Tayyor nutq. Bundan foydalanishni ham yana ham batafsil qilib, kechagi darsda ham tushuntirgan edim, Xo'p, keyingisi bo'lmasa, endi masalan daily routine deganimizdan keyin daily routinimiz har xil bo'lishi mumkin. Masalan, in the morning ertalabki haqida, after school maktabdan keyin nima qilamiz, my friends day do'stimni kuni, weekend boshqa, qaysi birini ko'ramiz? After school maktabdan keyingi hayot qiziq-ku bu va to'g'risini aytaylik, maktabga boramiz, o'qiymizda. Endi nima bo'ladi? After school I play football, then I do my homework. I usually help my mother. I never watch TV before homework. Bu mana maktabdan keyin qilishi mumkin bo'lgan ishlar bo'ladi. Bunday qilib qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Va ana inglizchasini yashirib qo'ydik. Endi o'zbekchasi bo'ldi bizda. Endi qanaqa qilib gapiramiz masalan, maktabdan keyin futbol o'ynayman. I play football after school. Can you guys family?
qilaman. Then I do my homework. Men odatda onamga yordam beraman. I usually help my mother. Vazifadan oldin hech qachon televizor ko'rmayman. I don't watch TV before my homework. Xuddi shunaqa qilib turib, mana o'ziz boshlab gapirib chiqsangiz ham bo'ladi. Xohlaganingiz bunday qilasiz, inglizchasini yashirib qo'yasiz endi. Mana sizda o'zbekcha g'oya bor miyangizda. Endi o'shani inglizchasiga yasab berishingiz kerak. Bo'ldi, boya o'rgangan grammatikalarimizdan kesim to'ldiruvchi formuladan chiqib ketmagan holda taq bajarib chiqamiz. Muammo bo'lmasdan bu narsalardan hamma yaxshilab foydalanish kerak. Men har bittasini random qilib bajarib chiqsak, yana ham dahshat bo'ladi. Bir bunisini xuddi shunaqa bo'ladi. Sahnalardan ham ketdik, gaplashamiz degan joyga keldik. Gaplashamiz degan joyimiz ya'ni mana gap quramiz. Ya'ni aytganimdek, kesim to'ldiruvchi bo'lgan joyini chalg'itib olmasligimiz kerak. Bu yerda nima qilamiz? Bizga nima ish harakatimiz va o'sha ish harakatni qachon qilishimiz mana tartibi berilgan. Buni xohlaganimizga o'zimiz terib bo'ladi. Masalan, televizor ko'raman qachon? Every evening. I watch TV every evening. Yoki bo'lmasa I watch TV bo'lsin. In the morning bo'lsin. I watch TV in the morning. Va ertalablari maktabga ketishimizdan oldin ko'rib ketganmiz-ku, Smurfslar bo'lar edi, Chip and Dale bo'lar edi. Multfilmda ertalab maktabga ketishdan endi ketayotgan joyimizda mana qijoylar kelib qolardi. Tugamasdan qolar edi. Va deb turib siqilib ketardik, oxir nima bo'ldi ekan deb turib. Menga o'xshagan shunaqa qariyalar bo'ladigan bo'lsa, ozgina nostalgiya qilib ketdim. Bu unaqa voqman narsa emas. Bunda davom etamiz. Go to school in the morning masalan, ertalab maktabga boraman. Ya'ni xuddi shunaqa qilib turib, mana bemalol joyini o'zgartirib ketsam bo'ladi. Bu bilan buni ishlatsak bo'ladi. Faqat endi bajarmayman deganni ko'rib olaylik. Endi inkor shakli masalan. Inkor shaklini yana ham dahshat qilib o'rganib olishimizga yordam beradi bu. Xo'p, masalan, have breakfast bo'lsin, qarang. Keyin bajarmayman degan ma'noda bo'lsin, at 7 o'clock bo'lsin. I don't have breakfast at 7 o'clock. Men soat 7 da nonushta qilmayman degani bo'ladi. Qilaman yo'q deb qo'yib berdim. Qilmayman degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa don't ishlatamiz. Don't. Agar gapni egasi u bo'ladigan bo'lsa, he she it bo'ladigan bo'lsa, doesn't ishlatamiz. Xuddi shunaqa qilib turib inkor shaklini ham yasaladi. Buni ham bilib oldik, endi masalan tasodifiy gap. I don't do my homework in the morning. Talablari yugasam qilmayman. Random aka ham bizga o'xshagan dangasa ekan. Speaking ladder, pog'ona. Xuddi shunaqa. Bu ham kecha aytib berganimizdek, ya'ni ozginadan rivojlantirib nutq yasab olamiz o'zimizga deydigan, ya'ni narvondan bitta ko'tarilganday bo'ladi bu ham. Bitta so'z aytamiz birinchi boshda. Birinchi qadam bo'ladi bu bizga wake up, study, sleep. Emas bo'lishi mumkin, uyg'onish, o'qish yoki uxlash degan ma'noda. Keyingisi bitta to'liq gap. I get up at 7 o'clock yoki bo'lmasa she goes to school va u maktabga boradi. Uyg'onadi. Xuddi shunaqa ma'nodalarda. Endi men bitta so'z yodlaganmiz, gapira olamiz, bitta gap ayta olamiz. Endi 2-3 ta gapni bir-biriga bog'lab ayta olamiz. Nima bo'ldi? I get up at 7 o'clock, then I have breakfast, after that I go to school. Endi faqat bunaqa bo'lish shart emas. Siz mana boshqa gap ayting, faqat then bilan after that degan narsa o'sha joyida qolsin. Ko'k bilan belgilab qo'yilgan-ku. O'shalar qolsin masalan. Xo'p, nima deymiz? Abetdan boshlab gapiraylik. I have lunch at 2 o'clock, then I go to work. After that, I eat an ice cream masalan. Random. Farqi yo'q nima deb gapirishingizda. Siz faqat gapiring. Mana bu then, after that. Qayt. Nimadir kimdadir qotib qolgan bo'lsa so'raymiz. Qanaqadir internetim bir marta ishlamay qoldi. Hop. Ishlayapti menimcha. Ishlayapti. Va Telegramda ham jonli efir davom etyapti. Qotib qolgan bo'lsa uzr. Internet bir ishlamay joyiga qaytdi lekin.
Nima bo'ldi? Yaqin kelib qoldik o'zi. Xo'p, nimaga yetib keluvdik? Ikkita, uchta gapni bir-biriga bog'lashga yetib keluvdik ham. Bo'ldi, bog'ladik. Buni ham zo'r dahshat bo'ldi. Endi mini nutqcha yaratamiz. Ya'ni kichkinagina nutq. Endi boshi, oxiri bor nutq bo'ladi. Boshini nima bilan boshlaymiz dedik? Let me tell you about my daily routine. Oxirida to sum up bilan xulosa qilib qo'ysak ham bo'ladi masalan dedik. Xuddi shunaqa. Daily routine haqida gapiramizmi? Bo'ldi. Let me tell you about my daily routine. I wake up at 6 o'clock. I have breakfast. Ta deb turib. Hammasini gapirib chiqamiz dedik, faqat daily routine haqida gapirmang. Do'stingizni boshqa do'stingiz haqida daily routine haqida gapiring, boshqasiniki haqida gapiring yoki bo'lmasa weekend haqida gapiramiz dedik, Buni ham xuddi shunaqa let me tell you about my daily routine degandek qilib nutq qilib gapirishga harakat qiling. Bu mana siz birdaniga buni gapirib ketib qolmang degan ma'noda aytyapmiz-da hozir sizga. Ya'ni bitta so'z ayting, ya'ni endi boshlayotgan bo'lsangiz, va mana undan men birdan gapiraman deb turib, tormoz bo'lib qolib turib, yo'q, speaking menga emas deb turib tashlab ketib qolmang, ya'ni qadam ba qadam oshirib boring. Birinchi mana ovoz chiqarib so'z ayting, keyin gap ayting, ya'ni buni ovozingizni chiqarib ayting-da, o'zingiz gapirayotgandek bo'lib turib. Ichingizda o'qib qo'yganingiz u bunday bo'limli bo'lib qoladi. Ertaga gapir deganda zo'r ichingizda hammasini qaytarib chiqsangiz ham boshqacha bo'ladi. Bitta yolg'iz xonaga kirib olganda o'zingiz gapiringlar, bir ovoz chiqarib. Bitta to'liq gap, keyin ozgina oshirib uchta to'liq gap, keyin mini nutqcha qilib gapiring. Xo'p, ravonlik mashqi, fluency drill. Xo'p. Ha, bu kecha ham qilganimizdek, let me tell you about my daily routine, mana kunlik anaqam haqida. Ya'ni yuqoridagi mavzuni o'qib, mana hammasini mashq qilib, taymerni qo'yib, to'xtamay gapiramiz. Ya'ni qanchada gapira olamiz mana shu narsalar. Aynan mana tepada mana mashq qilib oldik-ku. Xuddi mana shuni gapirib berishimga men 60 soniyada gapirib bera olamanmi? 45 soniyada gapirib bera olamanmi? 30 soniyada gapirib bera olamanmi? Qanchalik tez gapirib bera olsam, shunchalik yaxshi degan, Bo'ldi mana shunaqa o'rtoqlar. Masalan, 60 soniyaligini bosib qo'yasiz-dagi, boshlaysiz. Let me tell you about my daily routine deysiz. I wake up at 7 o'clock and I brush my teeth. After that, I go to school. Then I study at school. Nima bo'lib ketib qoldi? Endi men tepada yozganimda emas, qo'sh gapirib ketib qoldim. Siz mana shunchasini yozingdagi, tez gapirishga harakat qiling. Ya'ni men 30 soniyaliga tushirib qo'yingdagi, mana shuni 30 soniyada gapirib bera oladigan bo'ling. Boshqadan bitta bo'lsa-edi masalan. Let me tell you about my daily routine. I wake up at 7 o'clock. I have breakfast and I go to school. Then, in the evening, I do my homework and watch TV. I go to bed at 10. My day is very busy. Masalan, xuddi shunaqa turib, bir o'qigandek qilib turib gapiradigan bo'lsangiz, qarang, o'sha 10 sekund, 8 sekund vaqtingiz ortib qoldi. Lekin mana sekin gapiradigan bo'lsangiz, buni vaqtida ulgurmay qolasiz masalan. Bu bizda mana ravonligimizga, fluency'imizni oshirishga foyda beradigan emas. O'shani mana shu yerda rivojlantirsak bo'ladi. Iloji boricha ravonroq, ya'ni aytganimizdek, bemalol qo'rqmasdan gapirib tashlayverish kerak keyin. Va kibrlanib. Inglizlar mana kibrlanib gapirgandek qilib gapiradi keyin o'rtoqlar. Unli harflari ko'p, unda harflar tashib ketib qoladi vaqti. Let me tell you about my daily routine deb turib. Mana shunaqa qilib gapirib tashlang. O'zidan James Bond yoqib gapiring agar dek qoladigan bo'lsa. Bemalol chunki qo'rqmasdan gapiring, zo'r bo'lsin faqat. Fluency mana shunaqa qilib turib yaxshi bo'ladi. Xo'p. Quizimiz. Boyaga yodlagan so'zlarimiz bo'yicha, collocationlarimiz bo'yicha, lug'atlar bo'yicha qilingani wake up uyg'onmoq degani, get up o'rnidan turmoq degani, brush teeth tish yuvmoq degani. Buni o'zimiz bajaramiz endi. Hammasini bajarib chiqqanimda ham bir kuchli ma'no yo'q. Xuddi shunaqa qilib bajarib chiqamiz. Vazifaga keladigan bo'lsak, tayyor nutq bilan o'z kun tartibingizni yozing. Aytganimdek, o'rtoqlar, har qanaqa IELTS savol bo'lsin, TOEFL savol bo'lsin yoki bitta begona odam bilan shunchaki speaking qilingki, u baribir siz haqingizda so'raydi, siz bir xil kun tartibingizni gapirib berasiz. Demak, siz o'zingiz haqingizda bitta chiroyli nutq yasab oling, hamma joyda shuni ishlating.
Ya'ni o'ylanib bu yoqqa yurmang. Mayli dahshat qilib yozib o'ying, agar o'shani ishlating. Har qanaqa imtihonda olib chiqib ketib qolasiz mana shu narsalardan keyin. Ya'ni do'stlikni kun tartibi haqida gapiring. Bu nima foyda beradi deydigan bo'lsak, bu ya'ni har qanaqa vaziyatlarda siz qo'rqib qolmaysiz, cho'chib qolmaysiz. U deb turib ham gapirib ketaverasiz. Boshqa bo'ladi. Boy grammatik mashqlaringizni ham yana ham mashq qildirishga, rivojlantirishga yordam beradi. Keyin always, usually, sometimeslar bilan 5 tadan gap yozib chiqing. Mana aytganimdek, ular to be bilan birga keladigan bo'lsa, to be'dan keyin, fe'l bilan birga keladigan bo'lsa, fe'ldan oldin ishlatasiz. Xohlagan joyingizga qo'yib tashlamang. Kun tartibingizni soatlar bilan jadval qiling. Soatlarni yozib chiqasiz, o'shalar bilan birgalikda qiladigan ishlaringizni yozib chiqasiz. Buni ham mehr bilan chiqing. Ishlaringizni jadvalga keltirib olsangiz, o'z kuningizda ham baraka bo'ladi. Mana uni ham inglizchalar bilan gapirishga yana ham dahshat bo'ladi. Keyin present simple daily routine haqida video, daily routines vocabulary haqida video. Xohlagansiz bitta bo'lsangiz, YouTube'ga ulanib ketib qoladi. Mana shunday qilib turib, bitta bosib turib, buni videoni ham ko'rib qo'yaverasiz xohlasangiz. Chiqarib shu. Ovozni eshitish ham muhim emas. Endi shu narsalarni chiqarib beradi bizga. Xo'p, xuddi shunaqa narsa. Foydali bo'ldi degan umiddaman o'rtoqlar. Keyin muhim 3-4 kun bo'ldi, zo'r bo'ldi deb turib tashlab qo'ymang. Bir kun tashlasangiz ham o'zi qanaqadir dangasalik paydo bo'ladi. Har kunligidek ko'rib, bir xil vaqtda ko'rib, bir xil mashqlarni bajarib, o'z lug'atlarini yozib, yodlab, gapirib bersangiz, birdaniga o'smayotgandek sizga tuyulishi mumkin, lekin sal 30 kundan keyin ertaga ko'rasiz, bu kursga qatnashgan va qatnashmagan odamlar orasida mana shuncha farq bo'lib turgan bo'ladi.